Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Charchamayapman, hamma zo'rmi? Shu desanglar hozir bitta obyektimga keldim. To'g'risi bu obyektim borligi o'zimni yodimdan ham chiqib ketgan. Dedi bir 2,5 yil oldin olgan obyekt. Sport zal. Sport zalni montajini, kabellarni tashlab ketganman. Qolgan ishlari qolgan ekanda. Xullas mana hali ustalar bitirishmagan hamma joyda. Mana hozir men ishni boshlayapman endi. 20 ta let qo'yishim kerak. Rozetka включателлari bor. Yomoni bilasizlarmi, bizning ishda kelasizda bunaqa kabel turibdi misol uchun. Biladi, bu kabelni qanday tashigan ekanman, nimaga tashigan ekanman deb o'ylab o'tirish. Projektorlar mana o'rnatib ketgandim. O'sha yilning o'zida, o'sha vaqtda o'rnatib ketgandim. Bu yerda korobka bo'lishi kerak edi. Adashmasam korobka qo'yilmay qolib ketgan bu yerda. Lekin narujniy qilib korobka o'rnatamizda. Narujniy qilib korobka o'rnatib, korobkalar teri svetlarni yoqamiz. Boshqa iloji yo'q. Mana shu obyektni topshirib berishim kerak. Xudo xohlasa inshaalloh. Meydan включатель bor. Eshik orqasini yoqib. Mana shunaqa 2-3 yil oldin obyektlarni ishlashga, 2 yil ishlashga yomon erinadi odam. To'g'risi. Boshqachada bu. Nima ishlar qilinganini bu yerda deb o'ylab yurish kerak. Xullas shunaqa ishlar bo'ladi. Xudo xohlasa sheti ham bor bitta. Kichkinagina bo'sh yerda qolgan. Oho. Shularga ham qolgan ekan, qaranglar. Xullas mana shunaqa ishlar bo'lib o'tadi bugungi kunda. Hozir ishlarni tugatib, bugungi kun uchun bo'lgan ishlarni videoga olib qo'yib qo'yaman. Ko'rasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatib borishni to'xtamanglar. Rahmat.